2026-yil yanvardan boshlab taksi haydovchilari soliq to'lovchilari qatoriga qo'shildi. Ya'ni shu paytgacha taksichilar yagona darchaga borishar va yagona darchadan o'z-o'zini band qiluvchi shaxslar sifatida ro'yxatdan o'tishardi-da, taksi faoliyati bilan shug'ullanaverishardi. Ya'ni bir marta to'langan summa bilan boshqa soliq to'lashdan ozod etilgan edilar. 2026-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12-avgust 2025-yildagi 247-sonli qaroriga ko'ra endi ular soliq to'lovchilardir. Ya'ni yanvar oyidan boshlab qilingan har bir taksi pulidan qilingan daromaddan 1% miqdorida soliq to'lashadi. Ya'ni bu qanday tekshiriladi deydigan bo'lsangiz, sizning faoliyatingiz hamkorlikda amalga oshirilayotgan taksi firmasini balansi ko'tariladi. Yandexdan siz nechta zakaz olganligingizni tekshirib, deylik siz 500 ming daromad qilsangiz, 1% miqdorida 5 ming so'm soliq to'laysiz. Lekin bu bir kunlik to'lovingiz. Endi uni 10 kunda 50 ming so'm, bir oyda 150 ming so'm soliq to'laysiz degani. Endi buni bir yilga ko'paytirsangiz, siz yaxshigina soliq to'lovchi sifatida ro'yxatga kiritildingiz. Bu narsani men ko'rsatmayman, biror bir Yandex ilovasidan yo boshqa bir ilovadan foydalanmayman desangiz, ehtiyot bo'ling. Siz soliqchi yoki bo'lmasa yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan birgalikdagi reydlarda qo'lga tushib qolsangiz, undan ham ko'proq jarimaga azo bo'lasiz.